alaykum akalar. Bugun o'zimiz qo'limiz bilan tayyorlayotgan drabilkalarimizni bir qator hammasi bilan tanishtirib o'tamiz. Bu videoni Xurshidbek Brat kanali uchun maxsus tayyorlayapmiz. Hozir mana drabilkalarimiz. Mana bu tomonda hali bitmagan variantlar ham bor mana. Xo'p, chiqaradigan mahsulotlarimizni tanishtirib o'tamiz. Birinchisi mana mosh pres, somon pres. Oxirida biz eksklyuziv qilgani boshqa chiqargan narsa olib qo'yganmiz. Uni oxirida aytaman nimaligini. Keyin mana shox, g'o'zapoya topolmadik. Qalinligini ko'ryapsizlar mana. Qalin. Shoxlarimiz bor. Yo'q, g'o'zapoya ham bormi? Ha, g'o'zapoya ham bor ekan mana. G'o'zapoya ham bor. Mana shularni chiqarib ko'rsatamiz. Xudo xolasa tijorat qilmaydigan drabilkalarimiz. Endi yantaq chiqarib ko'rsatmadilaring deydigan bo'lsalaring, yantaqdan qattiq bo'lsa kerak akalar, g'o'zani poyasi mana. Shox mana. Yantaqdan qattiq bo'ladi. Xudo xolasa uzmasdan bez pauza chiroyli qilib olaveramiz. Boshlayveramiz bo'lmasam. Xo'p. Birinchi mashinalar chiqarib ko'rsataveramiz, somonlardan. Birinchi mosh presdan boshlaymiz mana. Mana akalar, xudo xolasa o'zlaring bir baho berasizlar. Yoqqan bo'lsa, layklarni to'xtatmasdan bosaverasizlar. Bez pauza olyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qilish degan narsa bo'lgani yo'q mana. To'xtatmasdan solyapti mana. Mosh pres mana, mosh pres. Ko'chiravering bu.